Yildan yilga quruvchi akalarimizni uy qurishni san'at darajasiga olib chiqishyapti desam xato bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, 2 sotixli yer maydoniga qanaqa chiroyli proyekt asosida xonadon tushirishibdi. Bu quruvchi akamlarimizni anchadan beri taniymiz. Sifatli, yaxshi narsalardan qurib, ta'mirdan chiqarib tayyor holatga olib kelib sotishadi. Ko'ryapsizlar, 2 sotixga zeleniy zonalari keng qolgan, undan tashqari bu yoqda yozgi oshxona joylashgan, mehmonlar uchun hojatxona, fasad ishlari ta'mirdan chiqarilgan, birala o'rnatilgan. Endi sizlar bilan ichkaridan ko'rib chiqamiz xonadonimizni. Ketdik. Asosiy eshikdan kirishimiz bilan ko'ryapsizlar, o'rta razmerda bizani xo'l kutyapti. Remontlariga ham chiroyli e'tibor berilgan, lustralari yaxshi o'rnatilgan, pardalargacha ham o'rnatib ketgan ekanlar. Studiya formatida oshxonani ko'ryapsizlar, sifatli mebel texnikalarni qo'ygan ekanlar. Shu orada manzilga aniqlik kiritib ketadigan bo'lsak, Toshkent tumani Ko'ksaroy kelganmiz. Toshmi posti bilan 2 kilometr masofa shu joyimizgacha ham ko'rsatyapti. Xonalar ketma-ketligini ko'rishda davom etamiz. Ko'ryapsizlar, chap tarafimizdan yerto'laga tushish imkoniyati bor. Isitish tizimlari hammasi shu yerga o'rnatilgan. To'pli pol asosida xonadonimiz isiydi. O'ng tarafimizda birinchi qavat uchun sanuzilni ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi, o'zini sanuzil bilan birga bo'lyapti. Chap tarafimizda 6 ga 3 razmerda zal joylashgan bo'lyapti. Orqa tarafida havo aylanish uchun joy ham tashlab ketilgan. Sizlar bilan ikkinchi qavatni ko'rishda davom etamiz. Ketdik. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ko'ryapsizlar, mana shunaqa chiroyli qandilli ilingan. O'ng tarafimizda birinchi xonani ko'radigan bo'lsangiz, zalni ko'ryapsizlar, 6 ga 3 razmerda. Navbatdagi xonamiz qiz bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan. O'rtada ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzilni ko'ryapsizlar. Chap tarafimizda o'g'il bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan. Navbatdagi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi, o'zini sanuzili bilan birga bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, $167 ming so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Qiziqqanlar uchun doimgidek raqamlar qoldiramiz. Bemalol kelib ko'rib, savdosi barakasini qilsanglar bo'ladi. Aniq manzil Telegram kanalimizda. Shunaqa yaxshi xonadonlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mehnatimizga bitta like bosib ketasizlar degan umiddamiz.